Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Onlayn darslarimizni davom ettiramiz. O'sha massivlar mavzusi borasida menimcha ta'tilga chiqishdan oldin gaplashgan edik. Kelinglar, o'shani mustahkamlab olamiz. Massiv bu bir xil tipdagi tartiblangan ma'lumotlar deb qaraladi. Keling, men uni salgina boshqacha tushuntiraman. Misol uchun bizda int tipidagi num o'zgaruvchisi bor. Bilamizki, bu biron bir int turidagi raqamni, sonni o'zida saqlashi mumkin. Demak, keling bizda shunday holat bo'lsinki, o'sha bitta nom ostida bitta o'zgaruvchini emas, bitta elementni emas, n element saqlash kerak bo'lsin. Men buning uchun nima qilaman? Buning uchun bizga massiv yordam beradi. Elementning turi, uning massiv ekanligini bildiruvchi o'sha endi o'zgaruvchining massiv ekanligini bildiruvchi belgi va new kalit so'zi, int turi albatta va undan keyin uning o'lchami. Keling, bu yerda o'lchamimiz 10 ga teng bo'lsin. Massiv shunday yaratiladi. Demak, bu nima degani? Bu bitta nom ostida hozir 10 ta elementni saqlayapmiz. Endi biz o 10 ta elementning har biriga qanday murojaat qilishimiz mumkin? Misol uchun num deb nomlangan massivimizning 0-indeksiga, ya'ni tartiblangan 0-hadiga men 12 ni o'zlashtiraman. Va hokazo. Va hokazo shu tartibda o'sha numning 5-indeksiga 25 ni o'zlashtirib qo'yaman. Demak, o'sha bitta nom ostida 10 ta element bor hozir bizda. Endi bu uzunligi 10 ga teng, uning indeksi 0 dan boshlangandan keyin eng oxirgi indeksi bu 9 bilan tugaydi. Buni unutmaslik kerak. Element massiv elementlariga murojaat qilish unchalik murakkab emas. O'sha o'zimizda keling, men shunchaki konsol qilib chop etaman o'sha qiymatni. Num 0-indeks. 0-indeks bizda 12 saqlanyapti. Natija sifatida o'sha 12 ni chop etish kerak. Mana 12. Xo'sh, unga qiymatlar o'zlashtirish yoki misol uchun bo'lishi mumkin. Bizda birdan n gacha bo'lgan sonlar n deb men 10 ni aytyapman hozir. Keling, men endi ham kiritib olishga harakat qilamiz. Int tipidagi n convert console readline bo'ldi. Endi kiritib olamiz va n o'lchamli massiv hosil qilib olamiz va unga qiymat berib chiqamiz. Demak, for foydalanamiz. Int tipidagi i 0 dan boshlanadi massiv indeksimiz. I kichik n numning length dan foydalanamiz. Bu massivning uzunligini qaytaradi. Va i bir qiymat oshishi. Keling, numning indeksiga o'zlashtiraman men i ning o'zini. Massivga qiymat o'zlashtirdim va unga endi o'sha qiymatlarni chop etib qo'ya qolaman. Ishlatib ko'raylik. Endi kiritishim kerak. Men qanaqadir 10 kiritaman va massivga dastlabki 10 ta raqam o'zlashtirildi. Massiv haqida
menimcha yetarlicha tushuncha bor. Keling, men hozir o'sha massivning o'rnini ba'zida bosadigan, massivdan ko'ra qulayroq bo'lgan boshqa bir tushunchani bermoqchiman. Bu nima? Biz ko'rib turibmizki, massiv e'lon qilishimiz uchun, undan foydalanishimiz uchun uning o'lchami oldindan aniq ma'lum bo'lishi kerak. Bizda shunday list borki, bu to'plam hisoblanadi. Unda o'lcham oldindan aniq bo'lishi shart emas. Faqatgina o'sha turni ko'rsatishimiz kerak. List kalit so'zi va elementlarning turi va obyekt olishimiz kerak. Bundan men list deb olib qo'ya qolaman. New kalit so'zi va list. Bo'ldi. Demak, list degan obyekt oldik. Endi biz o'sha listimizga hadlarni birma-bir qo'shib ketarishimiz mumkin. For int I teng 0 dan, keling, men vaqtni tejash uchun shunchaki ikkita uchta obyekt qo'shib qo'yaman. Add xususiyati bor bizda. Listning add xususiyatiga 15 yozaman. Va 11. Bo'ldi. Demak, uni shunchaki 3 ta element qo'shdim. Keling, men endi uni chop etaman. Demak, bu safar I kichik bo'lishi kerak. Listning count'idan. Demak, bunda length emas, count va I plus. Men console qilaman. Readline. Xo'sh, nimani chop etamiz? Biz chop etishimiz kerak listning inchi indeksini. Biroq ishlatib ko'ramiz. Bizga mana bu qismlar endi kerak emas hozircha. Shunchaki ishlatib qo'y. 15, 12, 11. Demak, mana qo'shgan elementlarimiz va men keling keraksiz elementlarni olib tashlayman. Bu yerda remove metodi bor. Bu bizga keraksiz bo'lganlarni olib tashlash uchun kerak. Demak, qanaqadir 15 ta o'chirib tashlashini so'rasam, demak, u o'chirib tashlaydi. Va men o'sha list ro'yxatini qaytadan ko'rishga urinib ko'raman. 15, 12, 11 va 15 o'chgan, 12, 11 qayta chaqirilgan vaqtida shunday holat bo'lyapti. Ozgina farqlash uchun bo'sh joy qoldiraman. Mana bo'ldi. Menimcha jarayon nima haqida ketayotganini hamma tushunib turibdi. Amaliyotdagi masalalar to'plamimizdan foydalanib bemalol ishlab ko'rishlari mumkin. Savollar bo'lsa, yana bemalol murojaat qilasizlar. Hozircha xayr.